Diqqat, tezkor, muhim, shoshilinch xabar. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqqa jiddiy murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bas qoldirishni unutmang. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni bilan tabrikladi. Tabrik matni Prezident matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Unda qayd etilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat, 16 ta diniy konfessiya vakillari bir oila farzandlari kabi ahil va inoq yashab, mamlakat ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Hech shubhasiz, ushbu quvonchli bayramda ko'p millatli xalqimizning oliyjanob intilishlari, amaliy harakatlari bilan jamiyatimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalik, millatlar va dinlar aro do'stlik, bag'rikenglik hamda hamjihatlik bizning eng bebaho boyligimiz ekanini yanada chuqur his etamiz, deyiladi tabrikda. Ma'lum qilinishicha, mamlakatda faoliyat yuritayotgan 157 ta milliy madaniy markaz va 46 ta do'stlik jamiyatining moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi. Ushbu maskanlarda o'tkazilayotgan umummilliy bayramlar, do'stlik kechalari, festival va uchrashuvlar mamlakatimizning madaniy qiyofasini belgilaydigan muhim ma'rifiy tadbirlarga aylanib bormoqda. O'zbekistondagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlari 7 tilda olib borilmoqda. Qardosh tillardagi maktablar davlat hisobidan darslik va adabiyotlar bilan ta'minlanmoqda. Teleradio kanallar orqali 12 ta tilda ko'rsatuv va eshittirishlar efirga uzatilmoqda. 14 tilda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda. Hech qachon unutmaylik, xalqlar do'stligi bu muqaddas insoniy qadriyat, tinch, erkin va farovon hayot garovidir. Bugungi kunda barchamiz o'zimiz, oilamiz, farzandlarimizning baxti, jonajon O'zbekistonimizning taqdiri va kelajagi uchun yagona xalq, yagona jamiyat bo'lib harakat qilayotgan ekanmiz, yuksak maqsadlarimizga albatta yetamiz, deb qayd etdi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning ta'kidlashicha, qo'shni davlatlar bilan do'stlik, o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan munosabatlarni mustahkamlab, strategik sheriklik va ittifoqchilikni yanada rivojlantirish maqsad qilingan. Davlat rahbari o'z tabrigida O'zbekiston doimo tinch va barqaror bo'lishini, birgalikdagi fidokorona mehnat bilan yanada gullab-yashnashini tiladi. 30-iyul Xalqaro do'stlik kuni. Ushbu kun 2011-yil 3-mayda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan e'lon qilingan. O'zbekistonda 2021-yildan buyon bu sanada Xalqlar do'stligi kuni nishonlab kelinmoqda, deyiladi xabarda.